Assalomu alaykum. Bugungi o'quv seminarimizning mazmuni tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash orqali yoshlar bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezidentimizning 210-qarori bilan mustahkamlangan islohot hisoblanadi. Ushbu islohot bo'yicha bilamiz, bugungi kunda Aloqa bank Yoshlar banki, Aloqa bank tayanch bank sifatida faoliyat yuritib kelyapti. Ushbu islohotimizning asosiy mazmuni yoshlarni yana ham tadbirkorlikka qiziqishlarini oshirish, ishlarida o'sha yashiringan qo'shimcha qobiliyatlarni chiqarish hamda ishsizlikni kamaytirish ushbu islohotimiz asos sanaladi. Bu islohotimiz doirasida uning asosiy maqsadlaridan biri 3000 dan ortiq yoshlarni qamrab olish kerak biz ushbu dasturimiz hamda 100 mingga yaqin qo'shimcha ish o'rinlarini yaratib berish kerak. Biz ushbu maqsadga erishish uchun Aloqa bankda bir qancha kredit mahsulotlarini ishlab chiqqanmiz. Ularni men sizlarga tanishtirib beradigan bo'lsam, o'zimiz bilamiz, bu kreditimizni yosh chegarasi 18 ga to'lgan, 31 yoshdan o'tmagan yoshlar hisoblanadi. Ushbu yosh chegarasi bo'yicha kreditimiz maksimal 7 yilgacha beriladi. Asosiy tanadan 1 yil, foizidan 3 oy imtiyozli davr bilan beriladi. Buni summasi maksimal 25 milliondan 300 milliongacha jismoniy PX 210 shaklida beriladi. Bunda 20 milliongacha biz zamonaviy o'quv kurslari, xorijiy tillar, raqamli IT texnologiyalariga qiziqishi bor yoshlarimizga o'quv kurslariga shotka o'tkazib berish yo'li bilan kredit mablag'larini ajratib beramiz 28% bilan. Hamda 50 milliongacha zamonaviy kasblar, mobilografiya, internet marketing hamda solig'imizdagi 72 ta banklik turi bo'yicha bugungi kunda biz hech qanday garovlarsiz yoshlarimizga kredit mablag'larini taklif qilyapmiz. Va bundan biz 100 million so'mgacha qandolatchilik hamda milliy novochilikni yana ham rivojlantirish uchun 100 milliongacha kredit chiqarib beramiz. Va ikkinchi bosqichimizda 200 milliongacha sayrgoh, turistik maskan, gastronomik ko'cha va yangi tipdagi ko'chma shoxobchalarga 200 million so'mgacha u shoxobchalarni jihozlash uchun kredit chiqarib beramiz. Va oxirgisi 300 million so'mgacha yo'lovchilarni yengil avtomobillarda tashish produktimizdan foydalanadigan yoshlarga ana shu biz chiqarib bergan avtomobilimizni o'zini garovga qo'yish yo'li bilan 300 million so'mgacha Labo, Damas, Hyundai mashinalarga kredit chiqarib berish mumkin. Ushbu produktimizga qiziqishi bor yoshlar bemalol o'zlarining eng yaqin Aloqa bank shoxobchalariga tashrif buyurishlari mumkin. Qo'shimcha taklif va e'tirozlar bo'lsa bemalol qabul qilib qolamiz.